Hop, endi davom ettiramiz. Bizda xuddi might bilan birga ishlatilishi, ya'ni mightni o'rniga ishlatilishi mumkin bo'lgan may degani bor. Ya'ni may, bunisi might deb o'qiymiz. Might, may. Bu ham bir xil. I may, I might. Bu degani bir xil ma'noda ishlatsak bo'ladi. Ya'ni mumkin ma'nosida ishlatsak bo'ladi. Misol uchun, I may go to the cinema this evening. Bugun kechqurun kinoga borishim mumkin. I might go desang ham bo'ladi. Ya'ni bir xil. Sue may not come to the party. Sue partiyaga kelmasligi mumkin. Sue might not come. Ya'ni bir xil ma'noda ishlatsak bo'ladi. Lekin bitta may boshqacharoq ishlatilish qoidasi bor. Ya'ni may I degani mumkinmi degani. Ya'ni shunaqa qilsam maylimi degan ma'no bor. Is it okay? Ya'ni shunaqa qilsam bo'ladimi yoki qila olamanmi degan ma'noda. Ya'ni ruxsat so'rashda ishlatamiz. Misol uchun, may I ask a question? Savol so'rasam maylimi? Is it okay to ask or can I ask so'rasam maylimi? Or may I sit here? Bu may I degan narsa ingliz tilida juda ham ko'p ishlatiladi. Misol uchun, eshik taqillatib may I come in kirsam maylimi? Or may I yoki aytsak bo'ladi, may I open the window? Oynani ochsam maylimi? Ya'ni xuddi shunaqa ruxsat so'rash uchun ishlatamiz. Yoki may I sit? Mana bunga o'xshab, may I sit here? Shu yerga o'tirsam maylimi? Yes, of course. Ha, albatta. Xuddi shunaqa ma'noda ishlatsak bo'ladi. Agar may I desak ruxsat so'rayapti. Endi might bilan yoki may almashtirib ishlatsak ham bo'ladi, mumkin degan ma'nosida.